Men Andijonlik Mejinkek. Bugun ustoz Alima Aybekovnada o'qishdan oldin o'zimga nima olganligimni gapirib bermoqchiman. Ustoz Alima Aybekovnada o'qish davomida men shuni tushunib yetdimki, 5 yilga umrimni uzaytirib oldim. Ya'ni 5 yilga vaqtimni ekonom qildim. Qanaqa qildim? Meni orzular xaritam bo'lgan. 5 yildan keyin meni shunaqa konditorskiy domim bo'ladi deb yozganman. Ustozni darsidan keyin oradan 3 oy o'tmagan o'zimni konditorskiy domim paydo bo'lgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 5 yildan keyingi amalga oshish kerak bo'lgan planim 3 oy ichida bo'lib ketgan. Shu ustoz Alima Aybekovnani darsdan keyin. Ustozni energiyasi o'tadi. Ustozni shunaqa kuchli duhi o'tadi. Albatta Alima Aybekovnani o'quvchilari hozir nima deyotganligimni tushunib yetishadi xolos. 100 ga 100 maslahat beraman. Direktga nechta odamlar yozishadi. Majin opa, Alima Aybekovnada o'qish kerakmi, kerak emasmi? 100% kerak. Nabarot o'qimasangiz afsuslanasiz. Siz kiring, o'qing va natijasini o'zingizda ko'ring.